Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Davlatimiz rahbari tomonidan viloyatni joriy yil yakuniga qadar kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish vazifasi qo'yilgan. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayeva parlament va deputatlik nazoratini samarali tashkil etish maqsadida og'ir toifadagi mahallalarda shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Oliy Majlis Senati raisi dastlab Xiva tumanidagi og'ir toifadagi hudud sifatida tanlab olingan Ovik mahallasi faoliyati bilan tanishdi. Mahallada 4485 nafar aholi istiqomat qiladi. 772 ta xonadon mavjud. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar soni 57 ta bo'lib, 44 nafar fuqaro ishsiz, 30 nafar mahalla aholisi xorijda mehnat qilmoqda. Hududda 500 dan ortiq tadbirkorlik subyekti faoliyat yuritadi. Kambag'allik darajasi 5.1% ni tashkil etadi. Og'ir mahalla dasturi doirasida hududni rivojlantirish uchun davlat tomonidan 3 milliard so'm mablag' ajratilgan. Mahalla eshik oyna ishlab chiqarish va anorchilikka ixtisoslashgan. Tashrif davomida Senat raisiga mahallada tashkil etilishi rejalashtirilayotgan hunarmandchilik markazi loyihasi taqdim etildi. 3 gektar maydonda barpo etiladigan markazda ishlab chiqarish sexlari, savdo va showroomlar tashkil qilinib, yoshlar zamonaviy kasb-hunarga o'qitiladi. Shuningdek, sanoat zonasini kengaytirish maqsadida yana 7 gektar yer maydoni ajratilishi rejalashtirilgan. Ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish maqsadida 3 ta mahalla ixtisoslashtiriladi. Har bir oilaga 81 turdagi xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Tashrif doirasida mahallada yashovchi hunarmand Kenjabek Jonibekovning faoliyati ham o'rganildi. Tadbirkorning 6 sotix yer maydonida hunarmandchilik sexi faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu yer maydonida anorchilik bilan ham shug'ullanadi. Bizning mahallamizda ijtimoiy reyestrga kiritilgan 112 ta oila mavjud. O'sha 112 ta oiladan 23 ta oila davlat ta'minotidagi, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar. 23 tasi yana kambag'allik chegarasidagi oila. 73 ta oilamiz sariq toifada, ya'ni kambag'al oilalar qatoriga kiritilgan. Biz hozirgi kunda mahalla yettiligi bilan birgalikda 73 ta oilani daromadini oshirish bo'yicha mahalla yettiligimiz bilan birgalikda individual dasturlar ishlab chiqyapmiz. Hozirgi kunda bizning mahallamizda kambag'allik 4% bo'lsa, yil boshidan bu foiz ko'rsatkich 9.1% tashkil qilgan. Hurmatli prezidentimizning yaratgan shart-sharoitlaridan, mahallaga bildirgan ishonchidan, bergan vakolatidan kelib chiqib 2026-yilning yil yakuniga qadar mahallamizni kambag'allikdan xoli hudud qilishga o'zimizga dastur qo'yganmiz. Uni bajaramiz. Qo'shko'pir tumanidagi Shayx Mashhad mahallasi faoliyati ham o'rganildi. Bu yerda 6704 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallaning asosiy driver yo'nalishlari yog'och o'ymakorligi, bog'dorchilik va hunarmandchilik. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan 119 ta oilaning barchasi ijtimoiy va moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olingan. 45 nafar fuqaro doimiy ishga joylashtirilgan bo'lsa, 17 nafari tadbirkorlikka jalb etilgan. Og'ir toifadagi mahalla dasturi doirasida bu yerga ham 3 milliard so'm mablag' ajratilgan. Tashrif davomida mahalla yettili xodimlar hamda hududdan saylangan deputat bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan suhbat o'tkazildi. Shundan so'ng Shahlo Otajonovaning xonadoniga tashrif buyurilib, uning tadbirkorlik faoliyati bilan tanishildi. Viloyat hokimligi binosida esa Xorazm viloyatini kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish masalalariga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Unda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinib, ustuvor vazifalar belgilab olindi. Jumladan, yanvar-iyul oylarida erishilgan natijalarga ko'ra viloyat ishsizlik darajasi 4.7% dan 4.5% ga, kambag'allik darajasi esa 6.7% dan 4.7% ga pasaygan. Shu bilan birga viloyatda hali 18354 ta kambag'al oila, 39000 nafar ishsiz aholi hamda 102000 nafar xorijda mehnat qilayotgan fuqaro borligi qayd etildi. Ularning bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Yig'ilishda mahalliy kengash deputatlari va jamoatchilikni keng jalb etgan holda kambag'allik va ishsizlikni qisqartirishga qaratilgan yangi nazorat va ko'maklash tizimini joriy etish zarurligi ta'kidlandi. Mahalla yettiligi bilan deputatlarimiz bugungi kunda ish olib boryaptilar. Yanvar tumanida 37 ta mahalla bo'lib, shu mahallalar hammasida bo'lib chiqdim. Mahalla yettiligi bilan birgalikda suhbat o'tkazdik. Yonimda shu hududda berkitilgan deputat bilan birga bordik. U yerda kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish bo'yicha hamma sharoit bor. Oldinlari mana xalqimiz kredit olish bo'yicha, loyihalarni bajarish bo'yicha juda qiynalardilar. Bankaga borib murojaat qilib qancha kunlarda yurardilar. Bugungi kunda onlayn kredit olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Deputatlar shu joylarda borib mikro loyihalarni bajarishi bo'yicha joylarda mana shu tashkilotlar, ijro organlari bilan muloqotda bo'layapmiz.
Shu ijro organlari agar shunday loyihalarni bajarishda qayerda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, mana deputatlarimiz kengashga olib kelib masalani chiqaryapti. Kengashda ko'ryapmiz buni. Har bir deputat o'z saylov okrugidagi mahallalar kesimida kambag'allik va ishsizlikni qisqartirish bo'yicha aniq rejaga ega bo'lishi belgilandi. Shuningdek, deputatlar boshchiligida ishchi guruhlarini tuzib, har bir hafta mahallalarda amaliy yordam ko'rsatish zarurligi ta'kidlandi. Har bir mahallaning o'sish nuqtasidan kelib chiqib, kamida 3 tadan yuqori daromadli lokomotiv loyihani amalga oshirish vazifasi qo'yildi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar kambag'allikdan to'liq chiqib, mustaqil daromad manbaiga ega bo'lgunga qadar ularni kamida 1 yil davomida manzilli kuzatib borish tizimi yo'lga qo'yiladi.